Qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlar jamiyatda salbiy illat sifatida baholanib, qonunchilikka zid hisoblanadi. Bu kabi holatlarni bartaraf etish, fuqarolar o'rtasida qonuniylikni ta'minlash maqsadida ichki ishlar organlari tomonidan tizimli tezkor tadbirlar amalga oshirilmoqda. Gurlan tuman ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmat xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Gurlan tumani O'yilma mahallasida yashovchi fuqaro o'z yashash xonadonida tanish shaxslar bilan birgalikda qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinni tashkillashtirib kelayotganligi aniqlandi. Tadbir jarayonida 2 dona o'yin kartasi hamda 6 million so'mdan ortiq pul mablag'lari daliliy ashyo sifatida olinib, holat protsessual tartibda rasmiylashtirildi. Shuningdek, Gurlan tuman ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmati tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir davomida Gurlan tumani Jaloyir mahallasida yashovchi fuqaro tomonidan o'z yashash xonadonida tashkil etilgan qimor o'yini fosh etildi. Ushbu holatda ham 2 dona o'yin kartasi va 6 million so'mdan ziyod pul mablag'lari daliliy ashyo sifatida olinib, belgilangan tartibda hujjatlashtirildi. Ichki ishlar organlari tomonidan qimor va boshqa qonunbuzarliklarga qarshi kurashish bo'yicha profilaktik va tezkor tadbirlar izchil davom ettirilmoqda. Qonun ustuvorligi jamiyat barqarorligining muhim kafolati ekanligini unutmaslik lozim. O'z hayot yo'lingni o'zing tanla.